Assalomu alaykum hurmatli klientlar. Bildinglar 100 mingdan shot olganmiz stabilni ishlashga. Hozir ofisda bo'lib turib bolalar ko'risha olmadim. Endi hozir ofisga keldim. Hozir bitta rezultatini bugungi kunda ko'ramiz qani. Bismillah. Xudo xolasa ofisga kelganmiz. Ofisda atmosferasini ham bitta ko'rasizlar. Hormanglar bolalar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar, yaxshimisizlar? 100 mingdan boshlaganmiz, to'g'rimi? Bitta setup bo'lgan, juma kuni bozor yopilgan. Endi bugun dushanba ko'risha olmadik, ofisda bo'lib qoldik. Endi hozir shuni bugungi rezultatni bitta ko'rsatib yuborsanglar. Aka bilan bu ishlaring. Real shotlarga qanaqa o'zinglar ko'rasizlar. Endi qaranglar, mana Sigonyani olamiz. 44 ming ishlayapti. Mana Sigonyani o'zida. Bitta narsaga juda ham katta ahamiyat berib qo'ydinglar. Mana qaranglar, polностью olamanda. Mana 100 mingga 58 ming ishlayapti. Ko'rasizlar, 100 mingga 58 ming ishlayapti. Savdoga ahamiyat beriladi. Bittasi ham ziyonda yopilmagan, bittasi ham ziyonda yopilmagan. Ya'ni hammasi tek profitli foyda, o'zinglar ko'rasizlar, bittasi ham ziyonda yopilmagan. Bundan xudo xolasa 5500 da. Yani realligini bitta hisoblaydigan bo'lsak, unda ham mana hammasi plus inshaalloh.